Ismingiz nima aka? Qani musor, qani? Bu barg-ku. Bu shahar musori. Bu qurilish chiqindi emas, bu barg bu. Bilamizki, hozir yurtimizda tozalik va ozodalik oyligi kiyim qiyosida davom etmoqda. Hozir biz Toshkent shahar ekologiya boshqarmasi tuman inspektorlari bilan birgalikda Yunusobod tumanida tashkil etilayotgan reyd tadbirlaridamiz. Toshkent shahrida 15-oktyabrdan buyon tozalik va ozodalik oyligi keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Aksiya doirasida poytaxtning barcha tumanlarida ishchi guruhlar bilan birgalikda yuzlab reyd tadbirlari tashkil etilmoqda. Bosh boshqarma boshlig'i nomidan buyuraman. Jamoat xavfsizligi ta'minlansin, fuqarolar bilan xushmuomalada bo'linsin. Har qanday holat bo'yicha navbatchilik qismga axborot berib borilsin. Rahat, o'ngga, xizmat joyinga qadam, bos. Ana shunday reydlardan biri biz hozir kuzatayotgan jarayon. Inspektorlar chiqindilarni noqonuniy joylarga tashlash holatlarini aniqlab, joyida hujjatlashtirmoqda. Qonunbuzarlarga ogohlantirish berilib, zarur holatlarda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiriladi. Shu mashina kelgan paytda sirasi olib chiqib ortib yuborish kerak-da. Bunaqa qo'yib turish mumkin emas-da. Belgilanmagan joylar bor, yo'q emas ekan. Bemalol kontenerga chiqarish mumkin emas edi. Ichkarida turib turish kerak edi. Agar to'g'ri tushundingmi? Agar bilgan bo'lganimda men o'zim Opa, qonun qoidani bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Aka o'zi qo'yish mumkin emas, deb aytga. O'tki mumkin emas. Tashqari, yo'lni yuzi, odamlar o'tib qaytadi. Belgilanmagan joy hisoblanadi. Jamoat joy hisoblanadi. Jamoat joyi belgilanmagan joyga qurilish, maishiy chiqindilarni tashlash, joylashtirish, qo'yish mumkin emas. Bir daqiqaga ham bir kun deyapsiz-ku. Qo'yish o'zi mumkin emas. Bu bo'yicha aka jarima bo'ladi. Chiqindini qachon olib tashlaysiz aka? Bugun olib tashlaysiz. Ekologiya boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, oyning boshidan beri 739 ta reyd o'tkazilib, 584 ta ekologik qonun buzilish holati aniqlangan. Natijada 557 million so'mdan ortiq ma'muriy jarimalar qo'llanilgan, ularning bir qismi allaqachon undirilgan. Shuningdek, tabiatga yetkazilgan 132 million so'mlik zarar aniqlanib, 43 million so'mi qoplangan. Eng ko'p qoidabuzarlik chiqindilar bilan bog'liq yo'nalishlarda qayd etilgan. Bunday reydlar nafaqat tartibni mustahkamlash, balki har birimizga atrof muhitga e'tiborli bo'lish zarurligini eslatadi. Chunki shahar tozaligi barchamizning mas'uliyatimizdir.